Qarab o'tirsam, hammaning kanalında kechagi Kristalda bo'lib o'tgan Navruz Patidan lavhalar ketib yotibdi. Shulardan ilhomlanib, men ham montajimni boshlaverdim. Eng zo'r chiqqan kadrlar mobilograf yigit Muratjondiki. Ikki tarafga Kristalning chaqqan ofitsiantlari tizilib, shu chiroyli nota bilan boshlandi bazm. Boshlovchilar Sakin Tamada bilan Tursunoy Suxanda, tashkilotchilar Jahongir bilan Hilola davraga chaqirildi. Sizlar uchun qo'ldan kelgan hamma narsani aytamiz. Konsertni yondirish sizlardan xudo xolasa. Hilola sal hayajonlandi, lekin hayajonga o'rin yo'q edi. Hammasi zo'r, hammasi ajoyib. Rahmat ikkingizga kattadan katta. Zo'r bo'ldi bayram. Shoiraxon bilan birga o'tirdik. Chiroyli taqinchoqlarni nerdan oldingiz ko'lyapti deydi. Beruniy sarpalaridan oldim. Bundan ham chiroyli kostyumlar, taqinchoqlar bor edi. Bir tarafimda Aynush go'zalim Tursunoy kelib o'tirdi yonimizga. Rozasini davom ettirgan ekan u iftorlik qilyapti. Shu salatdim yoqdi menga. Bezalishini qarang, gulam qo'yib qo'yibdilar. Nasiba salatchining mehnati bu shedevr. Zo'r yigitdashi Jahongir Tursunoy bilan keyingi chiqishlarda maslahatlashyapti. Kishmish qizim so'q qo'yib uzatdi menga. Sahnada 101 grup chiroyli qo'shiqlar bilan Sakin qiziqli o'yinlarni boshlaverdi. Har stol shu harakatlarni takrorlash kerak. Nasiba opa uchun har yil shu kun qo'shaloq bayram. Tavallud kuningiz bilan tabriklayman. Xorazmcha navolar jarangladi sahnada. Mansurbek yondirdi keyin davrani. Obodonlashtirishdan qizlar bilan haz etib o'ynadim men ham. Bizning Lyubimchik O'mirbek kuyladi keyin. Arqon tortishganimiz haqida отдельно kino ishlayman. Kuzatishda davom qiling.